Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi zakazlarni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 4 ta eshik, 5 ta rom bo'ldi. Lola fasonda eshiklarimiz ko'rishingiz mumkin. Zamoylari original zamoydan qo'yib berdik. Ochilib yopilishini ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal. Ichki tomondan ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, mana penalar to'liq holatda quyilgan, 3 tadan oshiq. Zazorlari ham normal. Bu yoqda bir qanotli eshiklarimiz ko'rishingiz mumkin. Romda oynalari germetiklangan, oq gulli oynadan bo'ldi. Bir qanotli eshik ochilib yopilishini ko'rishingiz mumkin. İki tomonda bir qanotli eshiklarimizga bir qanotli eshiklarga ham 3 tadan oshiq qo'yilgan. Yana kimga shu kabi eshik va romlar kerak bo'lsa, 88lik kodi bilan 997 0994 nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, podpiska va like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.